bizani guruhimizga Chemist dasturidan foydalanishni, Chemist dasturi bu qiziqarli tajribalarni virtual laboratoriya ko'rinishida o'quvchilarga ko'rsatib berish uchun mo'ljallangan dastur hisoblanadi. Bu dasturda imkoniyatlarini misol uchun laboratoriyada xavfli tajribalarimiz bor, to'g'rimi? Gaz chiqishi bilan yoki zaharlanish bilan bo'ladigan tajribalar. Mana bu tajribalarni virtual ravishda o'quvchilarga ko'rsatib bersak, yana ham samaraliroq bo'ladi va o'quvchilarning sog'liqlarini muhofaza qilgan bo'lamiz. Hop, endi bu dasturdan foydalanish imkoniyatlari qanday? 3 ta bo'limdan iborat bo'lyapti bu dasturimiz. Mana birinchi bo'limda demak biz uchun kerak bo'lgan jihozlar, qanaqa idishlar, qanaqa idish kerak bo'lsa, mana shulardan foydalanishimiz mumkin. Hop, mana bu ikkinchi bo'limda demak kerakli moddalar, ya'ni reaktivlar joylashyapti. Organik moddalar, qattiq moddalar, suyuqliklar, gazlar moddalarni qidirishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa moddalarni oldindan tanlab olib, saralab olib, tajriba uchun foydalanish uchun tanlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Hop, uchinchi bo'limda demak bizga kerak bo'lgan qo'shimcha moddalar demak gugurt, yoqish uchun pipetka va boshqa qo'shimcha jihozlarimiz joylashgan bo'ladi. Keling hozir sizlar bilan oddiygina mana tajribani ko'rib chiqamiz, ya'ni alyuminiy bilan brom orasidagi tajribani. Buning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Dastlab jihozlarni tanlab olamiz. Bir kishi reaksiyasi bo'ladimi? Demak, stakan tanlaymiz. Hop, stakan tanladik. Hop, moddalarning ichidan qaysi birini tanlaymiz? Demak, moddalardan stakanda ham bajarib ko'raylik, keyin mayli qovunchada yoki kolbada ham bajarib ko'rsatishimiz mumkin. Xo'p, demak, buni ichidan alyuminiy topishimiz kerak. Hop, alyuminiydan olamiz va alyuminiy solamiz. Suyuqliklardan bromni topishimiz kerak, mana brom tutdi. Bromdan solamiz. Mana ovozli effektlar bilan jarayon amalga oshyapti. Bu egzotermik jarayon issiqlik ajralishi bilan bo'lyapti. Mana virtual laboratoriyamizda ham ko'rinib turibdi. Mana yuqorida reaksiya tenglamalari berilgan, mana shu haqda o'quvchilarga tushuntirib, bemalol tushunchalarni berishimiz mumkin bo'ladi. Hop, o'chirish tugmasini bossak, demak, uchar tajribamiz yakunlanadi. Hozir yana bir tajriba o'tkazib ko'ramiz. Buni yana bitta katta yutug'i bor. O'quvchilar misol uchun o'zlari ham uyda shug'ullanish mumkin. Telefonga chiqqan dastlab programmasi. Bundan bir 4 yil oldin uni telefonda ko'rganman. Unreal Chemist Lab yana ko'p kun turib. Ham ularni o'sha nima deydi, grafikasi bundan ham yaxshi. Unreal Chemist bor. Faqat unda moddalar cheklangan, sotib olish kerak. Buni ham bemalol uyda o'zim telefonda bajarib ko'rsa bo'ladi. Spirt lampasini yoqib ko'rsating. Reaksiya qilaylikmi, ammonium mexanizmida? Hozir men boyagi zaharli gaz bilan ishlash tajribasini qilmoqchiman, mis bilan konsentrasiya nitratsiyada. Shunda boyagi tulki dumi deymiz, azot kloroksidi rangi sariq, to'q sariq gaz chiqadi. Buni laboratoriyada ham qildim, haqiqatan juda ham achchiq va gaz chiqadi.
mana Tulki dumi, ha? Qo'ng'irona gaz chiqyapti. yoki yana bitta tajriba bo'lsa, rang bilan bog'liq. Hozir ham o'zgarish bo'lyapti, unchalik emas. Siz bizga bajarib berasiz-ku, oltin yomg'ir tajribasi. Kaliy yodid qo'rg'oshni bitiradi. Bajarib beradi. Sariq rang. Probetkada ishlatdingizmi hisoblanadi? Shtativ bilan probeka. Ha, shtativni oling, tibbiy moloq qo'ldan shtativni oling, tibbiy moloq qo'ldan oling. Ha? Birinchi kaliy yodidan kaliy yodid izladim. Suvni ko'paytirib, sal qizdirib oling ana. spirt lampasi. Kaliy yodid. Bilan Chiqdi. yangi etmasda. Boshqa stakan qo'ldan. Narisini oling, boshqasini. Tepada ham. Yerning nosog'i yo'q qoldi. Shuning uchun birinchi o'sha qoidasida yozilganda eritmani tayyorlab olish kerak-da birinchi, keyin tajribani boshlash kerak. Saralab ol. Ha, hozir uni almashmaganligi uchun Bo'lmayapti. Boshqa izlab o'tib.